Bugun Choychi Abdulla odamiz. Bu joy haqida qisqacha tushuntirib o'taman. Ungacha videoga like bosib, menga obuna bo'ling. Butun O'zbekiston uchun yangi soha kirib keldi desam adashmagan bo'laman. Namanganda birgina choy uchun turna qator navbat kutasi desam ko'pchilik ishonmaganda. Bugun o'zim borib shaxsan Choychi Abdulloh bilan ko'rishib, bir-ikki savollarimga javob ham oldim. Sizga bitta savolim bor. Aytishlaricha Abdulla o'zingiz ismingiz emas ekan. Asl ismingiz nima? Meni ismim Abdulahad. Abdulloh meni o'g'lim ismi. Yaxshi niyat qilib ish davomiy bo'lsa, o'g'limizga qoladi deb Choychi Abdulloh deb qo'yganmiz. Shu savol bilan yuzlanmoqchidir. Keyin yana bitta savolimiz, Namanganda qayerdansiz? Hoppa, Namanganda O'ch tumani O'lxayat shaharchasidanmiz. Yaqin akamiz-da, men bilmaysizmi sizni? Bo'ldi, shu bahona tanishib olamiz. Savollar bo'lsa, Endi qolgani, Xudo xolasa, shu choy haqida bo'ladi mavzuyimiz. Ko'rib o'zingizlar baho berasizlar. O'sha mashhur karak choyni ham tatib ko'rdim. Bu joyda haqiqiy turk atmosferasini hamda hozirgi trendda bo'lgan tinchlantiruvchi lavanda choy, bardak choy, karkada choy, aystining issiq variantini tatib ko'rasiz. 1000 marta eshitgandan ko'ra bir marta kelib tatib ko'rganingiz afzal. Ushbu videoni choyga eriman degan do'stlaringizga yuborib qo'ying. Manzil Shaldarama hamda Sumalak ko'chalaridan kiraverishda chap qo'lda joylashgan. Namangancha obzor bizdan, qo'llab-quvvatlash esa sizdan.